Assalamu alaykum, hörmetli qarindaşlar, aziz qarindaşlar. Bugün bir az siyaset ügüneyli namlık bir makalını sizlerge tanıştırman. Aslında bunu vaqt sırap kılıp bu yerda sözlep oturuşumuzun haceti yok idi. Sebebi bu kitapta 6 yıldan beri mevcut. 6 yıldan beri bu kitapta mevcut. Nayte apski qarindaşlarımız kitap okuşunu yaxşı görmegelligi üçün şu kulak mollısılık hususiyetke asasen bu yerde bunu tekrar sözlep yeni temalarını sözleydigan fursatlarning ornuga bu vaqtni ısrap kılıp oturaptımız. Endi bunu sözlemeyli desek okumaganlygyňlar üçün bununla münasibetlik mezmunlarını sözlegen vaqtımızda düşünüksiz olup kalıp. Onun için bunu sözleşke mecbur olduk. Biz yani Uygurlar mustemliki millet süptüde halamaz siyaset içinde yaşayımız. Çettellerde bazılar siyasi gep bayağı bağmayımız. Bayrak bayağı bağmayımız deydi. Ama biz bir mustemliki millet ikenmiz, halısak mı, halımısak mı, siyaset bizning hayatımızdan bir kısmı. Ve şundaqla siyasi gep bayağı bağmayımız deydigan bu muhterem Uygurlar oylap baksın. Bugün Şarkı Türkistan'daki milletimizin duç kilovatkan krizisi, duç kilovatkan bu vaziyetide. Koğunlarının ananın aygıçılık kaldı mı balam degen temsildikidek yanı nime aygıçılık kaldı, yanı nime siyaset bayağı bağmay, nimene paydanmakçı. Nimene kutkuzup kalmak siyaset bayağı bağmay, bayraktan geçip, dünyada üzünün milli bayrağıdan kaçıdığan bunun rezil bir millet bağ mı yana? Dünyadaki özgürüşler, vatanimizdeki özgürüşler, Xitay'daki özgürüşlerge dikkat kılıvatkandak kılımız. Halamaz. Ama siyasi sezgürlükimiz yanıla nölge yakın. Siyasi savadımız iktidai basqışta. Kulak mollıslık kadımını toktap qalğanlygymı hemişe ma'lum bolup durdy. Şundaq buluşumuzga qaramay, ügünüşni halamasligimiz, bilmeginimizge bakmay, memedallygymız hemmedim iş düşüdü. Adetlik puhralarımız bu meyle, ügenmesimi bilmesdim memedallık isim boğunu şu, ama siyasi sahnimizde boy göstip yürgen canaplarımızın tarıksız buluşu bekme efsunlarlık. Teximi yamanı bu kişiler tüpeyle milli takdirimiz en halkılık beytlerde abdalçı bir karar bilen külge aylanıp kesse fırsat emeyiş gelivermeydi. Dövlet, teximi eniqraq desek hazırkı zaman dövletleri barlık geliş ve mevcut bulup duruş için iki asaslı halkara şart buluş gerek. Biri dünya güç noktaları arasında şekillengen vakuum, yani boşluk. Biri güç noktalarından birinin hamiliki yoki qo'llashi. Şunu unutmaslik gerek ki bu xil qo'llash yoki homiylik hargizmi insoniy axloq majburiyatidan emas, manfaat taqozzosidan bo'ladi. Gerçi Allah paxtaning ichida o't yoki o'tning ichida paxtani saqlashga qodir bo'lsa-mu, benda bunga qodir emas. Yani dünya güç noktalarından qat'iy nazar bir davlatning tug'ilishi, tug'ilgan taqdirda mavjudligini davom qilishi mumkin emas. Çünkü siyasi axloq prinsiplerini asas qilgan bo'lmasdan manfaatni asas qilgandir.
Bu haqda o'tgankilar shundoq yozgan. Siyosiyning axloq bilan hech qanday o'rtaq tarafi yo'q. Axloqqa uyg'un bir shaklda hukm surgan hukmron mahir siyosatchi emas. Bu sababdan taxtida mustahkam turolmaydi. Hukmronlikni orzu qilguvchi ham hiylagarlikka ham sunniylikka murojaat qilish kerak. Uchiq so'zlik, durustlikqa o'xshash xalq orasida afzallik hisoblanadigan sifatlar siyosat uchun ayibdir. Chunki bular eng quvvatli dushmandanmi ta'siri kuchli bo'lib, mutlaq ravishda hukmronni taxtdan tushiradi. Bu Zion liderlarning kelishimlari nomli kitobdan ariya. The Protocols of the Learned Elders of Zion İngilizcesi. Endi davlatning mavjud bo'lish shartlari haqidagi qarashlarımızga shunday misollarni berishimiz mumkin. Tarixda Afg'oniston, Rus va Britaniya imperiyalarining orasida bir bo'shliq bo'lishi zaruriyati bilan ikkisi orasidagi vakuumdan hosil bo'lgan. Bu betaraf rayon hisobidagi tampon davlatga har ikkisi aralashmagan. Bir tarafdagi kuch chekingan hamon bu vakuumni yana biri to'ldirib olishimi xalqaro munosabat, davlatlararo munosabatdagi bir udum bo'lib, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Britaniya imperiyasi mustamlikalarga mustaqillik berib chekinishi hamon Afg'onistondan iborat bu vakuumda shakllangan davlatning bir biqinidagi ittirguchi yo'q bo'lib, darhol bu vakuumni yana bir tarafdagi kuch to'ldirish ko'yiga kirdi. Ya'ni büyük kuchdan bir chekingandan tartibla Rossiya Afg'onistonga aralashib fursat izladi, josuslik torlarini yamratdi, Afg'onistonni kommunistlashtirishga tirishdi. Hatto millionlarcha kommunist yetishtirdi. Oxirida kommunist Rossiyaparast hukumat barpo qildi. Rusparast hukumatning og'dirilishini bahona qilib, hukumatni qo'g'dash niqobasida Afg'onistonga oshkora tajovuz qildi. Bu rayondagi tamponlikning buzilishi, Rossiyaning Paris qo'ltig'iga yiqilishi G'arbning neft ombiri bo'lgan Paris qo'ltig'iga bo'lgan tahdid edi. Shundaqla Xitoyning butunlay degidek Pokiston mustasno qilinganda butun chegarasi bo'ylab Sovet iskanjasiga tushib qolish bo'ladi. Xitoy. Chunki Shimoliy Koreyadan boshlasangiz ya bevosita Sovet ittifoqiga chegaralandi Xitoy, yoki Sovet ittifoqi paras bir davlat bilan chegaralandi. Koreya, onundan keyin Vladivostokni markaz qilgan Rossiyaning uzoq sharqi, Rossiyaning hamroh davlati Mongoliya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Bu yerda Afg'oniston bir koridor bo'lib, Xitoyning g'arbga ochilgan bir darvozasi edi. Pokiston bilan. Hindistonmi Xitoyga bo'lgan o'chmanlik tufaylidan Rossiyaning biqinida. Taki Vyetnamgacha. Butunlay Sovet iskanjasiga tushib qolish xavfi bor Xitoy uchun. Onun uchun G'arbliklarningmi va Xitoyningmi Afg'onistonning Sovet kontrolligiga tushib qolishiga qarshi nafrati o'xshash edi. Üç büyük kuchning elishishi bu yerda avjiga chiqdi uning uchun. Dal Sovet tajovuziga qadar Vaxan koridorining shimoli, Tojikistonning sharqi, janubiy va sharq Turkistonning g'arbi tarafida Qirg'izlarning bir qabilasi yashab kelgan bir parcha territoriya bor edi. 3 bo'lonsimon bir territoriya. Uzaq zamonlardan taki 79-yilgacha bu kichikkin qabilaning uchli davlatga tabe olmasdan, ya'ni davlatlik sifatimi yo'q edi uning.
Yaşap qalalışının sebebimi ana şu kuch nuqtalari orasida shakllangan nozik munosabatdan, vakuumdan barliqqa kelgan. Qaysi biri bu rayonga qo'l tiqsa, yana biri bilan surkilish chiqadi. Uning uchun garchi ojiz bo'lsin, saqlanib kelgan. Keyin bu Vahan qirg'izlari deb atalgan bu qirg'izlar Birleşken Devletlerning o'rinlashtirishi bilan Turkiyaga ko'chdi. Bugun Turkiyaning Van viloyatida yerleşip shu yerda chorvachilikni davom qilyapti. Bir davlat o'zining bexatarligi uchun qo'shni davlatdagi har qanday bir siyosiy sifat o'zgarishi, harbiy o'rinlashtirish qatorliqlarga diqqat qilib turadi. Qo'shni davlatning boshqa davlatlar bilan qilishgan turli hamkorlik kelishimlaridan tak savdo kelishimlarigacha tahlil qilib, buning o'ziga qanday ta'siri bo'lishi mumkinligi haqida diqqatli bo'ladi. Chunki bu chegirning ichki tarafidagilarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, Shimoliy Iroqda qurilg'usi Kurd davlati Turkiya, Iran, Suriyani o'xshashli andishiga soladi. Chunki bu uch davlatning Shimoliy Iroqqa yaqin joylaridami Kurd aholisi yashaydi. Chegirning u tarafidagi o'xshash bir xalqning siyosiy hayotidagi bunday o'zgarish chegirning ichidagilarga mutlaq ravishda ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni mustaqil davlatiga qo'shilib ketish talabi bosh ko'tarishi mumkin yoki ularni yana bir mustaqil Kurd davlati g'avg'osini qilishi mumkin. Xuddi shunday Sovet hokimiyatining Xrushev hukmronligi davrida Xitoy Sovet munosabatlari yomonlashganda Sovet hukumati bir Uyg'uriston loyihasi o'ylashgan. Bu loyihaga ko'ra Olmutani poytaxt qilgan bir Uyg'uriston federativ jumuriyati qurish. Bu cumhuriyet Yarkent, Çilek, Uyghur naisi qatarlıqlarını öz içine elish. Qozog'istonning poytaxtini Qarag'anda shahriga yo'tkash qatorliq mazmunlarda bo'ladi. Buningdan maqsad Xitoyni sarosimaga selish edi. Afsuski Xrushevning ag'dirilishi bilan bu loyiha qayta tilga olinmagan. İranning Janubiy Ozarbayjon rayonidagi Ozarbayjon nufusi mustaqil Ozarbayjondagi nufusdan ko'p. Xitoy nufusi İran nüfusunun 3'ten 1'den ko'pragini tashkil qiladi. Bu hal İran uchun ikki endişeni her zaman diqqat tutishga tegishli qiladi. G'arbiy shimol tarafdagi Ozarbayjon davlatining ehtimolligi bo'lgan ag'dirmachilig'i, g'arbiy tarafdagi Turkiyaning buyuk turkchilik mafkurasi bilan Ozarbayjonlarni kuchkirtish ehtimolligi. Buning uchun İran mustaqil Ozarbayjon davlatining jon dushmani ve Türkiye'nin düşmanı bo'lgan Armeniya bilan yaxshi o'tish, shundaqla o'zi ansirgan bu ikki davlatga qarshi ag'dirmachilik harakatlari qilish, josuslik turini kuchaytirish qatorliq tadbirlarni ko'rishga majbur. Türkiye'nin Xitoy viloyati ta 2. Dünya urushigacha Fransiyaning mustamlikasida edi. Fransiyaning dunyo urushiga petib qilishini fursat bilgan Turkiya darhol bu vakuumni to'ldirdi. Bu munosabatlar nuqtasidan qaraganimizda yaqinqi zamon tariximizdagi ikki jumhuriyatimizning qismatiga to'g'ri baho bera olamiz. Ba'zilar siyosatni bilib ketib deydirlarki, tarixdagi ikki jumhuriyat qurg'uvchilarning siyosatni bilmaslik sababidan mag'lub bo'ldi. Bu naqadar bema'ni. Buni deyayotgan ustozlarning qo'lidan shunchalik ish kelishi mumkinmi? Emdaş siyasetini bilmegüçilerden biri bo'lgan Sabit Damollning bir necha og'iz so'zini diqqatlarga havola qilamiz. Sabdoshlardan biri Sabit Damolldan shunday so'ragan: "Damollam, bu ishni qilishda qanchalik ishonchimiz bor? Xitoydan qutuldik degan taqdirdami ruslar besib olmay qolmaydi. Shunga bergan qurbonlarga tushlik foydasi bo'ladimi?" Damollam shunday javob berdi: "Foydasi bo'ladi. Hiç bo'lmagandimi bir foydasi bor. Mustamlik tarixi yangidan boshlanadi." Qo'llovchi baylardan bir taqsir shunday so'raydi: "Damollam, ishni qilyapmiz, ammo ikki cho'ng Jahongirning o'tirisida mavjudligimizni saqlab tura olamizmi?" Damolla shunday javob berdi: "Siz degan tashqi shartlar ostida mavjud bo'lib tura olmaydiganligimizni bilamiz. Unda o'z nima ishga avara bo'lamiz? Keyingilarga dalil yaratib qo'yish uchun bu bir fursat. Endi siyosatni biladigan bilarmanlarning shoxdan shoqqa sakrab, payda o'zgartib turishlarining siyosatda qanchalik mavzu tesh ahvol ekanligi haqida biroz to'xtalaylik.
İlgirki yazmışlarımda siyasi münasibetlerde birer maddedan vazgeçiş, yani kelişimlerdeki bir maddedan vazgeçiş, birer muddaadın vazgeçiş emas, bir madde içideki sözlerinin dellik yoki mechulluqini yengişleşningmi münasibetlerinin buzuluşaga, devletler ara sürkülüşlerge sebep boladiganligi to'g'risida to'xtalgan edim. Hisamidin akaning baribir yolg'on bo'lgandikin piqsiqlik qilmay yo'g'a ata deganidek bir voz ketishda ershalardan biroqla taxt asrog'i tushish siyosatda bor deyilsa bizninkilarda bor. Masalan, buni Zhang Zhizhongning aslimasi Urumchi so'bitidan tinch ozod bo'lganiga qadarda bayon qilishicha, Zhang Zhizhong Sharq Turkiston taraf suhbat vakillarining maydonlariga Sharq Turkiston ismini taqab, o'zi bilan xuddi ikki davlat suhbati shaklida suhbatlashmoqchi ekanligini uqib, ular bilan bu shaklda uchrashishdan bosh tortadi. Hatto zalga kirmaydi. Zalning ishigidan qarasa shiraning ustida Sharq Turkistonning bayrog'i bor. U tarixdan o'zlari ko'zga ilmay kelgan aylanbash Uyg'urlar bilan teng barobar o'rinda turib, xuddi ikki davlat sifatida suhbatlashishni rad qiladi. Orqa qaytib Sovet konsuliga noroziligini ifodalaydi. Sovet konsulining bir kecha xizmat ishlashi natijasida ertasi suhbat vakillarimiz adabga qaytib, ko'ksidagi iznaklarini, shiradagi bayroqlarini yig'ishtirib, mustaqillik talabidan biroqla avtonomiyaga tushadi. Endi bu selishtirmani diqqatlarga havola qilaman. Bu Isroiliya bilan Iordaniya orasida tuzilgan bir kelishimdagi bir jumla. Bu jumlaga bek diqqat qilinglar. Agar aqlinglar bo'lsa, siyosatni bilsanglar, buning orasidagi farqni tepib baqinglar. Bu yerda ikki davlatning talash tortish qilayotgan, hatto bu suhbat buzilib dushmanlik aylanib ketishiga sabab bo'layotgan farq zodi qayerda bu ikki jumladagi? Shunga diqqat qilib baqinglar. Iordaniyaning kelishim loyihasi shunday deyilgan. İki devlet, Iordaniya Haşimi padişahlıqının musulmonlarning Quddus, muqaddas joydagi tarixiy mas'uliyatlarini yeniden kuchaytirdi va bu shaharni barliq dindorlar uchun bir tinchlik ham umid shahriga aylantirish mas'uliyatini yana bir qatim belgiladi. Bu jumla shu chaqdagi bosh ministr Rabinning ministrin tutun chiqarib o'tdi. Kelishim yaqinlashmasi buzilib, dushmanlik boshlanishga tasli qoladi. Bu jumlani hargiz qabul qilib bo'lmaydi deb vaqiraydi va jumlani o'zgartirishga buyuradi. Jumla shunday o'zgartiriladi. Isroiliya, Iordaniya Haşimi padişahlıqının Quddusdagi muqaddas musulmon ibodatxonalaridagi mavjud alohida roliga hurmat qiladi. Oxirgi holat bilan munosabatlik muzokaralar amaliyleştirilganda Isroiliya Iordaniyaliklarning bu ibodatxonalardagi tarixiy rolini oldingi o'ringa qo'ydi. Meningcha aqlli Uyg'urlar bu ikki jumladagi farqni selishtirib, siyosiy munosabatlarning davlat manfaati va milliy manfaatlar nuqtasida sagaklikning qaysi darajada bo'ladiganligini tamoman aniqlab olaydi deb qarayman. Siyosiyda yo'l qo'yishlar, chekinishlar bo'ladi, ammo 180 graduslik tarzda bo'lmaydi. Uyg'urlarnikidek. Bugungi kunda ba'zilarimiz faqat tunigan oqshomgacha o'zi qarashtirgandimi intayin uzil-kesillik bilan qarashtirgan. Bu sababdan qarash egallariga adabsiz haqoratlar yog'dirishga berib yetgan bo'lishiga qaramay, bugun atiganda turiblar dal shu o'zi qarashtirgan ideyani hech xijil bo'lmasdan maqtashga boshladik. Bumi siyosatni bilganligimizmi? Bir axloqli odam, tarbiya ko'rgan odam, o'tmishdagi qarashlarining xato bo'lganligini sezgan chig'ida oldi bilan u xatoni e'tirof qilish, shu xato tufayli haqoratlanganlardan afu so'rash bilan yangi yo'lini boshlaydi. Ikkinchi turli qilib aytganda, o'tmishdagi qarashlarining dal ta'tirishchi bir qarash bilan o'tirib chiqishning o'tkinchi bir halqisi o'zir so'rash, o'tmishdagisining xato bo'lganligining e'tirofi bo'lishi kerak. Bo'lmasa bekmi yuzsizlik bo'lgan bo'ladi, bek tutamsizlik bo'lgan bo'ladi, bek yuzi qalillik bo'lgan bo'ladi.
Hem de siyasette dünya sahnesinde oynanılan oyunlarının perdakısını düşünüş meselesi intihar mühim. Yani dünya sahnesinde oynanılan diplomatik münasebetler, ağdırmıçılıklar, harbiy hareketler, istila hareketleri, karşılıklar, etnik sürkülüşler, dini sürkülüşlerinin hiçbiri özlüküdün bulmaydıganlıgını düşünüş lazım. Yani bundaq hareketlerinin hiç zaman teşviqat vasıtaları arkalık cemaatki sunulgan şeklidek emasligini bilish lazım. Hadislerinin görüngen yüzüdün başka yoşurun yüzü boludu. Bunu aldığımız söhbette dedik. Oyunun perdakısında planlıgıcı ve başkurgucusu boludu. Bir terör vakasının menbasi. Vakanın görünüşteki cevapkarları ve hareketlerinin qattiqligi bilen belgilenmeydi. Birden-bir ölçem tug'dirilgan vakanın neticesi nima bo'lganligi va kimning ishiga yaraganligidir. Yani kimga bek payda keltirdi? Bunun bilan aniqlikka erishildi. Bir terör vakasida jinoiy ishlar metodi bilan natijaga ulaşmak ko'p chog'larda eziqtirg'uchi bo'lishi mumkin. Yani yip uçlardan işqi tegib, javobgarga va andin tashkilotga yetib berish xato diagnozga sabab bo'ladi. Chunki bir tashkilotni tuhmat ostida qoldirmoq va uni ommaning qo'llashidan mahrum qilishni istaganlarmi, u tashkilotning to'niga o'rinib olishi, oqisda qoldirgan barliq dalillar sizni ular xohlagan yo'nalishga elib boradigan shaklda hozirlanishi mumkin. Bundaq voqealarni bir taraf qilishda o'xshamagan hatto ta'tir bir usul qo'llanmak kerak. Aldı bilen voqeaning javobgar tava deyilayotgan tashkilotning asosiy siyosatiga uyg'un yoki emasligini mulohaza qilish kerak. Ya'ni bu voqea ularning maqsadiga xizmat qildimi yoki ularni cheklash uchun xizmat qilyotgandi. Aslida dunyodagi yuz bergan nurg'un terrorlik voqealari bor. Deylikki, Fransiyada yüz necha odamning o'lishiga sabab bo'lgan portlash. Musulmonlarning manfaati uchun xizmat qildimi u? Yoki ularni cheklash uchun xizmat qildimi? Xuddi shunga o'xshash. Yepiq harakatlar aql bilan ilib berildi va qattiq qo'l harakat natija qozonmoq uchun emas, xalqning diqqatini boshqa taraflarga tortmoq uchun qo'llanildi. Birlari odatdagi bir odamning kallasini olgan bo'lsa, buning ikki ma'nosi bo'lishi mumkin. Ya kalla kesganlar yomon. Yoki kalla kesdi deb kimdan gumon qiladiganligingizni bilganligi uchun shularni sizga dushman qilmoq uchun kesilgandir. Siz her zaman birinchisini qabul qilasiz. Kalla kesganlar yomon deysiz. Va mushundaq qilishga o'rgatilgansiz. Bu naql bular. Dünyadaki devletler siyaset işlep çıkargıcı ve icra kılgıcı, başkurgucu ve başkurulgucu degan ikki asas turda buludu. Dünyada El-Qaide degan bir terörlük teşkilatının barlığını, bunun sistemlerden taşqari ve sistemga qarshi ekanligini, bütün siyasi hadislarni onun keltirib chiqarayotganligini qabul qilsangiz, demek başkurulduğanlar atardısız. Bu halda yani şununla işinisiz. Irak'ta kiçikkina bir devletning dünya tinchlik uchun tahdid paydo qilganligi va bu sababdan uning qurilmasining yangi ishlanganligi. Ishonamsiz bunga? Siyosiy va iqtisodiy zaruriyatlar bir kuchning boshqasi bilan surkilishiga sabab bo'ladi. Ama bu urushda ommani yo'llantirmak uchun qo'llaniladigan vositalar din, millatchilik, ideologiya bo'lishi mumkin. Bu vositalar bilan xalq bir yerda tutiladi va jonlarini fido qiladigan darajaga keltiriladi. Ama bu vosita bu maqsad emas. Bu vosita shartlarga ko'ra belgilandi. Masalan, soğuk münasebetler urushi davrida insonlarning ishtargini ideologiya edi. İdeologiyalarning ma'nosi qolmagandan keyin surkilish sababi din qilib belgilendi. Amerikada soğuk urush davridagi kommunizm dushmanligi o'rnini dindorlik oldi. Davlat qandaq bir qurilish?
yoki qandaq bir mashina? Buni cho'nqurroq tushunish davlatlar bilan muomala qilish savodining asosi bo'lishi mumkin. Davlat mashinasining buyukligi, qimmat haqida ufqum mujmal bo'lganda, davlatlar bilan munosabatda bolalarcha ishinib ketish, hamoqatlarcha, go'lluq, do'tlarcha gap so'zlardan saqlangan bo'lmaydi. Ba'zi mulohizachilar aytgandek, bizning terrorchi qalpoq kiyib qilishdan saqlanaman deb boshqa turishimizning hojati yo'q. Chunki bu bizning irodamizga biqinadigan ish emas. Xitoylar jim yotsaqmi terrorchi deydi. G'arbliklar o'z ehtiyojiga ko'ra yo terrorchiligimizga ishongan qiyofat ifodalaydi, yo ming Xitoyni chanib etsakmi ishongili unamaydi. Xuddi bu qatimqi Urumchi qatlamiga, bu demak bu maqolaning yozilgan vaqti 2010 bo'lishi kerak. Bu qatimqi Urumchi qatlami debdik, shu 2009dagi 5-iyulni demakchi. Amerikaning pozitsiyasi avval ifoda bildirishga dalil yetishmayotganligi, dalil to'playotganligi shaklda, keyin shuncha qurbonlarga qaramay Xitoyning ichki ishi shaklda bo'lganiga o'xshash. Bugun bozorga selinayotgan terrorizm iqimi G'arbning sovuq munosabatlar urushidan keyingi dushman ehtiyojining taqozzosidan belgilangan yoki yoritilgan dushmandir. Yani ular düşmanlık qilganlik uchun dushman emas. Bu belgilanganlik uchun dushman. Chunki davlatning dushmanga ehtiyoji bo'ladi. Dushmanga bo'ladigan ehtiyoj davlatning harbiy xarajatlarini, harbiy harakatlarini, bu tufayli yuksalishdan to'xtagan yoki chekingan sotsial farovonlik qatorliqlarni sabab bilan ta'min etib, xalqning noroziliklarini yo'q qiladi va xalqni davlat atrofiga uyushtiradi. Bir xatarlik dushman tahdidi kishilarni davlat bilan birdeklik saqlashga, davlat atrofiga uyushishga undaydi. Aldingi suhbatimizning bu mazmun. Chunki xatarlik dushmandan yakka holda saqlangan bo'lmaydiganligi har ko'ngilga ayon bir ish. Masalan, sovuq munosabatlar urushi davrida G'arbning intayin tahlikalik bir dushmani bor edi. Kommunist lageri. Yani Varşava shartnomasi davlatlar. Bu xatarlik dushmanning sotsial baxtiyorlikni astin-ustin qilib etishdan saqlanish uchun armiya qurollanishi, dushmandan keyin qolmasligi kerak edi. Buning o'zi xalqning nurg'un nima uchunlarga javob berib qolmay, qiyinchilikqa duch kelgan taqdirdami tishini tishlashga undaydi. Xalq buni angliq holda puhrolik majburiyatim deb qabul qiladi. Kommunizm lageri yemirilgandan keyin yangi dushmanga ehtiyoj tug'ildi. Bo'lmasa milliy daromadning qayerlarga sarf qilinganligiga qaysi adres ko'rsatildi? Masalan, Amerikadagi dunyoning birdan-bir xo'jayini bo'lishga tirishayotgan bir davlat cho'qim harbiy taraqqiyotlarga nurg'un pul qajilish lozim. Harbiy harakatlarni qilib, yangi boylik makonlarini egallashi lozim. Chunki bu Amerikaning Ikkinchi dunyo urushidan keyingi siyosatining javhiri. Nimashqa bunday deymiz? 1948-yili George Kennanning maxfiy siyosat planlash xodimi hujjatdagi shu dahshatli maxfiyatni iqror qiladi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerikaning Tinch okeandagi nishoni dunyo nufusining 6%ni tashkil qiladigan bir davlat, ya'ni Amerikaning farovonligining asosi bo'lgan butun dunyo boyligining 50%ni ishlatishni davom qilishni ta'min etish. Ya'ni dunyo nufusining 6%ni tashkil qiladigan Amerika dunyo boyligining 50%ni ishlatishni davom qilish kerak. Bundaq bir nishon bo'lgan ekan, dushman bo'lmasa qandaq bir bahona bilan harbiy xarajatlarni orttirg'ili, harbiy harakatlarni pardilgili bo'ladi. Yana masalan, mana shu ehtiyojga ko'ra belgili qilingan dushman uqumi orqali Iroqqa qartilgan istilo harakati uchun jamoat fikri hozirlandi. Amaliyotda Amerikaning Iroqdagi mavjudiyati neft uchun edi. Yana boshqa planlarimi bor albatta, bu hozircha demaydi.
1970-yilları yuz bergan neft krizisi Amerikani O'rta Sharq energiya manbalarida amonlik masalasini jiddiy o'ylashga majbur qilgan edi. 79-yili yuz bergan neft krizisi orqasidan Carter ta'limoti asosida jiddiy mudohala kuchi, ya'ni Rapid Deployment Force qurildi. O'rta Sharq davlatlaridan harbiy baza talab qilishga boshlandi. İran, Iroq urushida hujumga uchragan neft paraxodlari Amerikaning Fars qo'ltig'iga singib kirish uchun dastlabki bahona bo'ldi. 1991-yildagi Fars qo'ltig'i urushi texmi yaxshi fursat baxsh etdi. Iran-Iroq urushi jarayonida urushayotgan har ikki tarafni qurol bilan ta'minlash diqqatga ilinsa, bu urushmi G'arbning ehtiyojiga ko'ra sun'iy borliqqa keltirilganmi qandaq degan savol tug'ilmay qolmaydi. Endi bu ishning taraqqiyotidan yuqorida tilga ilingan dunyoda yuz berayotgan nurg'un surkilishlar voqealarning pardaqisida bir planlovchining bo'lganligi masalasini yoritmoqchi bo'lsak, shularga diqqat qilsakla bo'ladi. Yamandagi sunniy shiya to'qinishi, hozir bu to'qinish butun O'rta Sharqda bor. Somali dengiz qaroqchilari. Bu ikkili davlatga qarasak, joylashgan o'rni Fars qo'ltig'i neftining to'shilish yo'li ustida bo'lib, energiya ta'minlashining daxlisizligini qo'g'dash uchun bu davlatlarni topqa keltirish zarur bo'ladi. Dushman allaqachon belgilangan. Xalqaro islom terrorizmi. Yamandagi ichki urush qanday qilib terrorizm bilan bog'lanadi? Buningmi asosi allaqachon yaratildi. 2009'ning Rojdestvo bayrami mezgilida Hollandiyadan Amerikaning Detroit shahriga uchgan aeroplanini portlatmoqchi bo'lgan nigeriyalik musulmon terrorchi dal Yamandagi Al-Qoida lagerida tarbiyalangan ekan emasmi? Yamanga qarata harbiy harakat qo'llanish yoki Yamanda bir Amerikaparast hukumatni barpo qilish uchun bahona tayyor. Terror tashkiloti Al-Qoidaga sohibxonlik qildi. Hem de Somali deniz qaroqchilariga kelsak, bu yer aşı energiya yo'lining davomi. Bu yerdagi harakat boshqa turli deniz qaroqchilari. Xuddi o'rta asrlardagidek. Bu qaroqchilar hali ko'p davlatlarni xafa qildi. Bir kunlar keladiki, asosli ko'pchilik davlatlarda bir istek tug'iladi. Ya Allah, shu deniz qaroqchilarini yo'qotadigan bir noch chiqsaydi. Mana shu chaqda ko'pning haqliq istikiga javob berish uchun Amerika o'tirg'i chiqadi va bu qaroqchilar yo'qotildi. Tabiiy Somali bu qutqazuvchining kontrolida bo'ladi. Endi O'rta Osiyodan boshlangan bu toshlarning urilishga qaraydigan bo'lsak, energiya manbalarining halqiga ilinganligini ko'ramiz. Endi O'rta Sharqdagi bu energiya manbasini daxlisiz turda G'arb manfaatiga ishlaydigan mexanizmga aylantirish yoki Amerikaliklar ilgari surayotgan dunyoning yangi tartibiga uyg'unlashtirishda yana bir to'salg'i bor. Pokistonning atom bombasi. Bu bomba mushkullarda yasalmoqchi bo'lsa-da, hargiz yo'l qo'yilmaydi. Bu so'g'oq munosabatlar urushi davrida allaqachon maydonga kelib bo'lgan reallik edi. Endi oldin olish fursati ketgan bu to'salg'ini qanday qilib kerak? Buning shartlari hozirlanayotganligi ma'lum. Ba'zi jamoat fikri uyushtirish urinishlari allaqachon sinab beqilyotdi. Beşburcaklik binoning ichki uchurlarida ko'rsatilishicha, Pokistonning yadro qurolini qo'lga tushirish uchun yadro bazasiga Taliban terroristlari bir necha qatim hujum qilgan. Bundaq bir hujum rost bo'lganmi yo'q? Masalani tushundirmaydi. Rost bo'lgan taqdirdami buni maqsadga uyg'un qarashtirilgan o'yin deb faraz qilishga bo'ladi. Masalani aydinlashtirishga foydasi tegadigan boshqa uchurlarni o'tirg'i chiqishga boshladi. Pokiston yadro qurollarini yaxshi qo'g'day olmay, terrorchilarning qo'liga tushib ketib qolarmi degan Amerikaning andishasi. Shuning bilan birga 2010-yilning aprel oylarida Nyu-Yorkda bomba yuklangan bir mashina tutilib qoldi. Gumonliq unsur Pokistonlik bo'lib, u buni o'zi e'tirof qildi. Agar bunda hodisalar bo'laversa, Amerika haqliq yo'sinda Pokistonga shunday deya oladi. Ya yadrosiz davlat bo'lasan. Yadro qurollarini qo'g'dayolmagandikin. Ya yaxshi saqlay oladigan birisiga o'tkazib bersa.
İstihbarat kasbida voqealar, hodisalarga baho berishda qo'llanilgan oddiy bir metod haqida zikr qilingan edi. Bu voqea kimning ishiga bakrak yaradi degan nuqtadan tahlil qilish. U holda 5-iyul Urumchi qatliami haqida tahlil ilib borganda bu usulni qo'llanishga bo'lamdi yo'q sinab ko'raylik. Muhim nuqtalar shular. Al-Qoidaning Uyg'urlarga ega chiqishi. Ya'ni bu ega chiqish amaliy bo'lishdan yiroq, ammo diqqatni jalb qilib oshkora jakolandi. Aslida musulmon degan Allohning hammani ko'rib turadiganligiga ishongan kishilardir. Yaxshilikni, yordamni yoshirin qilishning savobi taxmi yuksak bo'ladiganligini biladi. Jakolashning riyo bo'lishini biladi. Bu gap hozir tushayap turibdi. Endi ikkinchi muhim nuqta Turkiyaning bizga ega chiqishi va hatto buni tarixda misli ko'rilmagan darajada tilga olishi diqqatni chekadi. Türkiye xalqi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Ammo hukumatning pozitsiyasi keskinlik haqiqatan bir qahramonlik. Ular ba'zilarining deyishi bo'yicha mening qarindoshlarim haqiqatan davlat manfaatini qayirib qo'yib qarindoshlik mehri urg'ib ketganiga hissiyotiga agashgan holda o'zini qo'yib berayotgandir. Bilimizki davlat manfaati shundoq narsaki, uning uchun millionlarning jini xuddi poch pul. Türkiye'nin Xitoy bilan shuncha ko'p ishi bor ekan, o'z ishini qo'yib, hissiyotning aqsiga kirib, qarindoshlik qarzini o'rindayotgandir. Bu qanchalik ishonarlikdir. Yana bir muhim nuqta Amerikaning tutumi. Demokratiyaning qo'g'duvchisi, erkinlikning homiysi deb sifatlanadigan Amerika yuqorida zikr qilingan sifatlarga ishonadigan ixlosmandlarni umidsizlik patirdigan maydon ifodalab, aksicha qarashdagilarni tasdiqladi. Endi Xitoydan iborat yana bir bosh roldagi artistning ikki ifodasiga diqqat chekamiz. Biri Xitoy liderining muhim bir xalqaro sahnani tashlab qo'mondonlik o'rniga qaytishi, yana biri har qachonqidek jallodlikni pardozlab avora bo'lmay oshkora jakolashi. Buningda kimningdir kepilligiga erishgandek ishonch bilinib turdi. Jallod beshining aldirab denib qaytishi bu ishning qanchalik jiddiyligini bildirgan bo'lsa, yanami ko'p qon ichadiganligi haqidagi dadil bayon uning hech nimadan qo'rqib qolmaydiganligi, dunyoning nochillari o'zi bilan bir sapda ekanligi xususidagi ishonch emasmidir? Keyin Amerikaning bildirgan ifodasi haqiqatan shuni tasdiqladi. Amerika bu qadar qatliamni Xitoyning ichki ishi deyish bilan qolmay, yana Xitoyning iqtisodiy hamkor strategik o'rtoq ekanligini jakoladi. Hatto 21-asrga Xitoy bilan o'rtoq rang beradiganligini jakoladi. Bularni nazarda tutib, azaldan Amerikaning harbiy harakatlari uchun ish kechayotgan Al-Qoidaning birdillo Uyg'urlarga ega chiqib, yo'g'onloplarni etishidagi asli bashirni g'ilpal ko'rgandek bo'lamiz. Ikki davlatning dushmani o'rtaq. İslam terrorizmi. Al-Qoidaning og'zaki jakasiga dunyoning diqqati bak tortilmadi. Buning uchun birer amaliy o'rnak berish ehtiyoji tug'ildi. Bu o'rnak Norvegiyada tutilgan Al-Qoidachilar orasida bir Uyg'urning bo'lishi bilan ro'yobga chiqarildi. Shuna liderlarimizning g'arbning ko'ngli gap qilish tufayli maoshni to'xtatib olarmi degandek andishi bilan kuchuklanish tipidagi ifodalarda bo'lishining hech hojati yo'q. Bilmagan ishga sukut qilmoq xuddi ko'nilarning zakonning tozisi ko't qismoq degandek texmi foydali bo'ladi. Hadis ifoda bildirgandan ko'ra. Davlatning qurbonlik qilish turi har xil bo'ladi. Vaqtli qurbon berib fursat pishib yetilganda hassilab o'tmisini elish. Birlik etim foydalanadigan qurbonlik. Keyingisida birlik etim qurbonlik qilib o'tib unutib ketiladi. Masalan, 5-iyul voqeasida biz qurbonlik qilindik. Agar buni e'tirof qiladigan bo'lsak, amdiki ish qaysi tipda qurbonlik qilinganligimizni tushunib olish bo'ladi. Agar buni ayirib olmasak, yo'limizni topolmay qolamiz. Endi kishilar orasida doimiy degidek takrorlanib turadigan ba'zi muloyiza metodlar haqida ikki og'iz to'xtalib o'tay. Qonliq voqealarni Xitoy o'zi tashkillaydi, qirg'inchilik uchun bahona topadi degichilar ikki nuqtada xatolashadi. Biri, Uyg'urlar zulmga chidab o'ltiraveradigan yuzi qalin erkak tuki yo'q millat degan bo'ladi.
İkincisi Xitoyning beshini heri chiqib olgan degan bo'ladi. Chunki Xitoy mumkin bo'lgancha ovozimizni sirtqa anglatmay Uyg'ur deganda dunyoga unutildirib yutish qo'yib tursa, qandoq butun dunyoning diqqatini tortadigan ishlarni o'zi qilsin. Bu shu zamondagi vaziyat, bu keyingisi emas. Agar buni Xitoylar qilganligi rost bo'lsa, ahvol taxmi chatoq. Xitoy yana bir shumliq planlayotgan bo'ladi. Yani bu keyingi mulohazalarimizda aniqlandi. Xitoy O'rta Osiyoga qaratiladigan kengaymichilikni pardalash uchun o'zi voqea paydo qilib va bu voqeani bahona qilib harbiy yo'tkilish qilyotdi. Harbiy hozirlik qilyotdi kelgusdagi istiloh harakatlari uchun. Bu ayrı bir ahvol. Xitoy yana bir shumliq planlayotgan bo'ldi. Bu shumliq haqida oldingi suhbatda to'xtaldik. Bu ilgari keyin bo'lib qoldi. Bu aslida burunqi, u keyingi bo'lish kerak edi. Buning qandaq bir turdagi shumliq bo'lish ehtimolligi haqida ayrim mulohaza qilishimiz mumkin. Hamda torda yaqinda ko'rgan bir mulohaza haqida bir necha eg'iz to'xtalay. Bir apandim bizning siyosiy simalarimizdan biri Amerika-Xitoy munosabatlarining bugun haqida tahlil elib beribdi. Tahlilchining tahlilidan mas'ul topilmag'idek darajada yaxshi ekan. Ammo xulosa tahlil qilingan vaziyatga ko'ra tamoman ta'tir bo'libdi. Ya'ni Amerikaning ojizlashganligi, Xitoyning kuchayganligi faktlar asosida o'tirib qo'yilibdi. Bu holda Amerikaning kishilik huquq masalasini o'tirib qo'yishining to'ymaydiganligi. Bu qitimqi Obama ziyoratida, shu vaqtda Obama ziyorat qilgan zaman, bu holning aniq ifodalanganligi, Xitoyning u qo'ygan masalalarga bak pisand qilib ketmaganligi, burunlarda bundaq bir Amerika rais jumhuri emas, bir ministr uchunmi yaloqchilik qilib ketadiganligi, bugun bo'lsa Xitoyga ehtiyojliq ahvolga tushib qolg'achqa gapining bak to'ymaganligi qatorliq ahvollarni o'tirib qo'yibdi-yu, ammo tishliq bilan xalqaroning Xitoyga besimini qo'lga keltirish orqali da'vo elib berishni qonni yumaydiganligini debdi. Bu qandaq ma'tu xulosa? Agar G'arbning Xitoyni zo'rlig'idek majoli yo'q bo'lsa, yana qandaq qilib bu tishliqchilik kerak keldigina? Agar u kuchli bo'lsa, bir vaqirab qo'ysa, qo'qab ketadigan darajada, andin bu tishliqchilik kağıt kelgan bo'ladi. Besim ishlatsa kağıt kelgan bo'ladi. Bu ojiz u kuchli ekan. Bu ojiz turib qanday bu besim ishlatalaydi? Odatda kuch nisbati teng bo'lgan ikki taraf bo'lsa, bularning biri hech qachon qarshi tarafning siyosiy besim bilan yo'l qo'ymaydi. Yomoniga kelsa tutishib baqsaq bo'ladi-ku deb qaraydi. Faqat bir taraf bir nechasi kuchli bo'lsa, uning bilan to'qinishib qilish yana bir taraf uchun mo'lcharligisiz balo qazo demak bo'lgandilar. Kuchli ojizga faqat ho'kirab qo'ysalar, uning talablariga bo'yin egishi mumkin. Ba'zilar avtonomiyachilik safsatasiga asos qilib, O'rta Osiyo jumhuriyatlarining tinch vujudga kelganligini misol qilishyotadi. Shundaqla dunyoda boshqa birisini ozod qilib qo'yadigan bir xolis davlatning bo'lmaydiganligi fikrimizga qarshi, Ikkinchi dunyo urushi davrida Amerikaning Yevropani ozod qilib qo'yganligini ta'kid qilib qo'yishyotadi. Endi mushu ikki masala haqida to'xtalamiz. Ikkinchi dunyo urushida Germaniya butun Yevropani degidek besib oldi. Amerika dastlabda bu urushga vositlik qatnashdi. Ya'ni parxod ijara berish qonuni ma'qullab, Angliyani harbiy va logistik destek parxodlari bilan ta'minladi. Ammo Amerikadagi jiroqni ko'rar siyosiy yo'llar bundaq vositlik qatnashish bilan faqat urush g'animatlarining jundisig'ili erishadiganligini biladi. Yana ular Germaniyaning oxirgi mag'lubiyatini ko'raligan edi. Chunki planlaganlar shu yerda, Amerikada. Bu urushni keltirib chiqargan planlovchilar, buningga mablag' solganlar. Amerika uchun dunyoning buyuk kuchi bo'lib sahnaga chiqish uchun oltindek fursat turadi. Yevropa quruqligida urush bo'layotgachqa, urushning oqibatida butkul sanoat vayron bo'ladi. Ishlab chiqarish mexanizmi yemiriladi, sotsial hayot tamoman izdan chiqadi.
Ama Amerika uzaqda bo'lg'achqa, urush uning zaminida bo'lmag'achqa, bu fursatda urush sanoati gavdalik taraqqiy qilish bilan birga boshqa sanoatlarni olg'a bosatdi. Urushdan keyin vayron bo'lgan Yevropa Amerikaning qo'liga qarashli bo'lib qoladi. Bundaq foydali istiqbol kutib turganda bu urushga qatnashmay bo'lamdi. Germaniya bo'lsa, Amerikaning bir cho'ng davlat bo'lish sifatida bu urushga qatnashsa, urushning natijasi o'ziga foydasiz bo'lishini yaxshi biladi. Şuna Amerika'nın urushga qatnashish uchun bahona bo'lib qolish ehtimoli bo'lgan har qanday savallikdan saqlanishni belgilagan edi. Amerikadagi elchixonasimi Amerika fuqarolariga urush rayonlariga sayohatga bormaslik haqida tashviqot elib borgan edi. Ammo Amerika davlatining istiqboliga munosabatli bunday fursatni ketkizib bo'lmaydi. Şuna sunniy usulda bahona tepib bo'lsa-mu, cho'qim bu urushga qatnashishi ta'xirsiz zaruriyat bo'lib qolayotir. Bunday fursatmi keldi? Germaniya tarafdan to'xtovsiz ogohlantirishlarga qaramay, Amerikaning bir sayohat parxida yuzlagan amerikalikni elib Angliya bo'g'izida ki bu Angliya bo'g'uzi minalashtirilgan va ikki taraf kuchlari doim suv urushi qilib to'qinishdan xoli bo'lmayotgan xatarlik bir yer edi. Angliya bo'g'izida tamtilab yurib, axir baxtsizlikka uchirdi. Shuning bilan Amerikaning urushga qatnashish yo'li ochildi. Urushdan keyin o'ydi soqqan chot bozorga toza to'g'ri keldi. Yevropa halsirgan edi. Sanoati yemirilgan, qayta qurib chiqish uchun 10 yillarni boshdan kechirish kerak edi. Bu chaqda Amerika atom bombasiga ega qudratli davlat sifatida maydonga chiqqan edi. Yevropaning hamma ehtiyojini Amerika qamdaydi. Bu yaxshi bozor bo'lish bilan qolmay, dunyoga xo'ja bo'lishning birinchi amaliy qadami bo'lib qolgan edi. Mana shunday qilib Amerika qo'shinlari Yevropada puttasab turib olish imkoniyati qozondi. Shuni keskin muayyanlashtirishga bo'ladiki, agar Ikkinchi dunyo urushiga qatnashmagan bo'lsa, Amerikaning bugünkidek holga kelishi mumkin emas edi. Amerikaning asoratiga tushib qolganligini his qilgan Fransiya Cumhur raisi De Gaulle Yevropa ittifoqi qurishni o'ylab topdi. Chunki Yevropadagi har qanday bir davlat yakka davlat sifatida Amerikaning siyosiy, iqtisodiy kontrolligiga maydon o'qiy olmaydi. Yevropa ittifoqining qurilishidagi asli g'oya bu edi. Ya'ni Amerikaning kontrolligiga qarshi tangponglik saqlash. Shuning uchun dastlabki chaqlarda De Gaulle'ning hayot vaqtida Angliyaning bu ittifoqqa kirishiga shiddatli qarshi turilgan. De Gaulle Angliyani Amerikaning Trova yog'och eti degan edi. Amaliyotmi buni tasdiqlayotdi. Trova yog'och etini bilasizlar, qachon ko'p o'qigan odam bo'lgandan keyin. Bu Yunan afsonalaridagi bir mashhur hikoya. Dunyo urushidan keyin barliqqa kelgan qutblashish Amerikaning qudrat tepishida dushman vahimasi bahonasi bilan Yevropada turib olishi, harbiy sanoatni taraqqiy qildirishda xalqning moyilligini qozonish bahonasi bo'lib xizmat qilish bilan birga, yana dunyoning birdan-bir xo'jayini bo'lish g'oyasi uchun to'salg'i kuch rolini o'ynadi. Ikki lager boshqalarning jeni va amalligi badaliga Koreyada, Vyetnamda tutishdi. Qarmoqqa kommunizm lageri g'alaba qildi. Ammo kommunizm lageri iqtisodiy jihatda krizisga batirildi. Keyin ular Afg'onistonda uchrashdi. Ruslarning issiq dengizga ulish orzusi taki Petrdan tartibli kun tartibda edi. Ammo ularning ulashmoqchi bo'lgan issiq dengizi Paris qo'ltiqi edi. Paris qo'ltiqi G'arbning, xususiy Amerikaning energiya manbasi bo'lsa, bunga yo'l qo'ygan bo'lamdi. Xitoylarchi? Xitoylar taki Liaodong yarim orolining shimolidan Vyetnam chegarasiga qadar Sovet iskanjasiga tushib qelyotdi. Faqat g'arb tarafda Pokiston bir koridor bo'lib, buningdan mustasno deyilsa-mu, Afg'onistonning munqariz bo'lishi Pokiston koridorini taqaydi. Shuning bilan Sovetning bevosita qo'rshovidan sirt yerlari Sovet tarafdori davlatlarning qo'rshovida bo'ladi. Shunga Xitoylar islom ellariga issiq ko'rinish, o'zining islom do'sti ekanligini ifodalash uchun diplomatiya nayranglarini boshlash bilan birga ilgari taqib etilgan jamiyalarni ichib berish, diniy maktablarga ko'z yumushdek ichki siyosat yurgizdi. Bu vatanimizda diniy maktablarning xuddi bahordan keyingi maysilardek yashirib ketgan chaqlari
Abdukim Han Mahsumning mashhur diniy maktabi qag'iliqdiki 4,000 o'quvchi qo'ydigan. Bu aşı zamanlar. Xitoylarning tashqi siyosatiga uyg'un ichki siyosat elib berayotgan diniy maktablarni hatto o'zi echayotgan bir tarafdan echayotganlarga yo'l qo'yayotgan chog'lar. İchki siyosat yurgizdi. Shundaqla Amerika bilan bir sepda Afg'oniston qarshilik ko'rsatish kuchlariga yordam berdi. Amerika tikucharlari Qashqardan yordam buyumlari to'shidi. Yana vatanimizdan nurg'un xechir to'planib Afg'onistonning tog'liqlaridagi qatnash vositasi qilish uchun Vaxan kordurga to'shildi. Afg'oniston partizanlari qag'iliqda tarbiyalandi. Bir necha yüz Uyg'ur yosh Afg'oniston partizanlariga qo'shib etilish uchun Pokistonda tarbiyalandi. Bular uchun qarindoshlarimiz Amazon torbita orqali izlab topsa setib olaydı. Unholy Wars degan bir kitob bor. Bu kitobda bular deyilyapti. Ya'ni fitna urushlari degan kitob. Afg'oniston partizanlarining qag'iliqda tarbiyalanganligi bir qancha yuz Uyg'ur yoshning Afg'onistonda Pokistonda tarbiyalanganligi. Shundaqla Amerika aeroplanlarining Qashqardan yordam buyumlari to'shiganlik qatorliq voqealar bu kitobdan chiqadi. O'qib ko'ringlar qarindoshlar. O'qiganning ziyni yo'q. Amerika bu ishga az sondagi mutaxassislarni buyurish bilan cheklandi deyishkim bo'ladi. Ya'ni uning dopisini uningga keydirish bilan bu ishtimi g'olib tarafning eng muhim vakili bo'lib oldi. Hech qanday qurol-yarog' yoki boshqa iqtisodiy yordam qilmadi. Faqat o'tirdi bir kelishtiruvchi bo'lib, musulmon ellarning iqtisodi Pokiston zaminini ishiltib, musulmon ellardagi hokimiyat o'qituvchilarini mujohid sifatida tarbiyalab, oldingi safga avatishdek bir chalmada ikki paxtak so'qish o'yini o'ynadi. Ya'ni Saudiya Arabiston, Iroq, Iordaniya, Misr degandek arab davlatlarining ichida hokimiyatga qarshi nurg'un o'qituvchi kuchlar bordi. Bu xavfli bu hokimiyat uchun. Chunki bu hokimiyatlar Amerikaning do'sti. Xavfli o'qituvchilarni bu yerda tarbiyalab, urushga avatib, ham ittifoqdoshlarini dushmanlardan qutuldi, ham Afg'oniston oldingi sepini odam kuchi bilan ta'minlagan bo'ldi. Arab ellari hukumatlari bo'lsa, nurg'un o'qituvchilardan shahodat sharbati ichishga yo'l ochib berish orqali qutuldi. Urushga qatnashish hech qachon nesidashlikdan bo'lmaydi. Balki ma'lum manfaat tamoyidan bo'ladi. Chunki bu urushda g'olib tarafda bo'lib qolalsa, buning nihoyat ko'p manfaati bor. Turkiya 2. Dunyo urushi oxirlashishga sanoqli kunlar qolganda simvollik urush e'lon qilib, Gretsiyaga askar kirgizgan bo'lsa-mu, ammo u g'oliblar sefining rasmiy bir a'zosi hisoblanmadi. Şuna siyaset tarixçileri bu tarixni hasrat bilan tilga elish bilan birga shu zamondagi siyosiy yo'llarni bilimsizlik, jur'atsizlik jihatdan ayblaydi. Turkiya urushdan manfaat olishni bilmaydimi? To'g'ri biladi, ammo qaysi taraf g'olib bo'lganligini to'liq mo'ljalay olmagachga qaysi tarafga qatnashishda qarorsiz edi. Urushning g'olib tarafi tamoman ma'lum bo'lgandan keyin qatnashgachqa boshqalar bilan teng miqdorda foyda ololmagan bo'lsa-mu, mana shuning xosiyatida Yevropaliklar nazarda bir ittifoqchi bo'lib ko'rindi va keyin Koreya urushiga askar chiqarishdek tarixiy qaror bilan Shimoliy Atlantik ahdiy tashkilotiga a'zo bo'lib oldi. Bu uning doimiy Sovet tahdidi oldidagi ishonchli kapolati bo'lib qoldi. Siyosiyning qandaq bir razil o'yin ekanligini hissiyotni emas, manfaatni asos qilganligini dengizdan tomchi sifatida suratlashga tirishdik. Demak, zikr qilib o'tganimizdek, bugungi kunda yangi bir davlatning borliqqa kelishi uchun va mavjudligini saqlash uchun dunyo kuch nuqtalaridan birini himoya qilish yoki intayin ustunlik bilan vakuumdan foydalanishga to'g'ri keladi.
Yahudi dövlətinin dünyaya kelişində ularning dunyodagi iqtisodiy o'rni va fan texnika patentlari rol o'ynagan bo'lsa, yana ba'zi davlatlar tamoman birining quchug'ida o'ltirish hisobida maydonga keldi. Masalan, Mongoliya. Davlatlarni o'zining maqsadiga uyg'un yo'llantirishning nurg'un misollari bor. Bulardan biri dal Yahudi tirilish harakati, Zionizm bo'lgan bo'lsa, yana ba'zi davlatlar kuchayish uchunmi har xil bahona sabablardan foydalandi. Bu shu davrdagi siyosiy yo'lning mohirligiga munosabatlik. Masalan, yangi qurilgan Junxo Xalq Jumhuriyati yarim feodal, yarim mustamlika davlatning xarobasi ustida qurilgan edi. Sanoat qaloq, iqtisodiy kuchi ojiz edi. Shundoq bo'lishiga qaramay, Mao Zedongning dunyo xo'ja bo'lish ishtahasi bor edi. Buning uchun u Sovet ittifoqini o'z muddasiga uyg'un harakatga keltirish kerak edi. Buning uchun xalqaro yoki rayon xarakterli krizis to'qinish kerak bo'ladi. Mao Zedong buni Shimoliy Koreyani kuch kiritish orqali ro'yobga chiqardi. Aqangda menba deb madad berish orqali Shimoliy Koreyani janubga qarshi kuch kiritib, Koreya urushini sun'iy barliqqa keltirdi. Andan Sovet ittifoqi kommunizm lagerining bir a'zosini qo'g'dashga majbur bo'ldi. Adam manbasi zo'r bo'lgan Xitoy bilan kengashildi. Mao: "Odam bo'lgan bilan qurolimiz yetarsiz. Harbiy sanoatimiz yo'q" deb Sovetning bu jihatdagi yordamini zaruriyat holiga keltirdi. Shunda qilib Xitoy armiyasi zamonaviy qurollar bilan qurollantirildi. Harbiy sanoatining yo'li silindi. Mao atom bombasiga erishishni orzu qiladi. Ammo Sovet hukumati bu jihatdagi talablarni rad qilib keldi. Mao Zedong buning uchun sotsializm lageri yadro tahlikiga duch kelgan bir vaziyatga muhtoj edi. Buning uchun bir yadro davlati bilan tutishib qolish vaziyati paydo qilish kerak edi. Ko'z oldida bir yaxshi ko'zir bor edi. Amerika homiyligidagi Tayvan. 1957-yilda Tayvan bo'g'izida paydo qilingan jiddiylikning parda orqasida Mao'ning atom bombasiga erishish orzusi yotadi. Tayvanning hujumga uchrashi qarta Amerikaning e'lon qilgan bayonotlari dal Mao'ning kutgan yerdan chiqdi. Buningdan cho'chib ketgan Sovet ittifoqi darhol Xitoyga atom bombasining texnikasini berishni qaror qildi. Bugungi kunda G'arb davlatlarining o'rtaq dushmaniga aylangandek ko'rinayotgan Eronning G'arbga qarshi dadil so'zlay olishida. Bu Ahmadinejodning prezidentlik davridagi gap. İki sebep bo'lishi mumkin. Ya bu so'zlanayotganlar shakl. Ya'ni bu bir xil kelgusi planni pardalash uchun qilinayotgan shakliy dushmanlik bo'lib, amaliyotda Eronning bugungi hukumati bilan G'arb orasida yoshirin birlik bor. Faqat rayon xalqi qaymoqtirilyotdi. Yoki Eron Amerikaning yakka holda dunyoning darajadan tashqari davlat bo'lish planida o'qituvchi bo'layotgan yana bir kuch nuqtasi Rossiyaning va Xitoyning dastikini o'ziga himoya qilg'achqa mana shunday vaqirab chaqiryapti. Shu xulosaga kelish mumkin. G'arb kuchlari Eronga hujum qilmaydi. Buni biz 2010-yilda degan. Chunki har ikki xil ehtimollik bundaq bir natijaga kelib bormaydi. Chunki Eronni ojizlatish hech qachon G'arbning ishiga yaramaydi. Eron G'arblik uchun bir kozur. Bu Shia Sunniy mazhab to'qinishini paydo qilib, ikki mazhabni bir-biriga qirdirishda kam tepiladigan bir angushtar bu. Uning uchun Eronning ojizlab ketishini G'arbliklar hech xohlamaydi. Bu esinglarda bo'lsin. Acizligimiz tüpeyli birinin kuchug'ida o'ltirmaymiz, haqqi ko'zir bo'lmaymiz deyamaymiz. Ammo buning ichidami o'z irodamizga ko'ra belgilasak bo'ladigan taraflarni imkoniyatning biricha o'zimiz belgilamasak, hammani og'imiz yoki yeznimiz biz uchun o'ylaydi deb boshqalarga tashlab qo'ysak, ko'zir bo'libmi bek yaramas, bek e'tibori yo'q ko'zir, ya'ni pechki bo'lib qolamiz. Agar biz o'z harakatimiz orqali ko'zga cheliqqan, keyin boshqalarning diqqati qo'zg'alib, buni o'z manfaatim uchun mandaq foydalanmayman deb boshqalar izlab kelib yordam taklif qilgan bo'lsa, bizning shart qo'yish imkonimiz bo'ladi. Rad qilish uchunmi tilimiz bo'ladi.
Agar boshqalar o'z manfaatlari uchun bir ko'zirga ehtiyoj bo'lib, o'zlari tashviq va parvishlar bilan borliqqa keltirgan bir to'p bo'lib qolsak, tamoman boshqalarning irodasiga bo'ysunishga majbur holda bo'lamiz. U xohlagan chog'da qurbonlik qiladi. Xohlasa o'lmaslikning doğrusi degandek og'zimizga demeydi suyu temitib qo'yib tutib turadi. Her ikkilisida yana siyosiy saviya, siyosiy sezgurlik masalasi nihoyat muhim. Bir siyosiy güdek oldinqidek ahvoldimi tamamen quchoqdagi buvoqqa aylanib qolishi mumkin. Bir haqiqiy siyosiy keyingi ahvolni birga oz o'zgartib, biror qo'li yoki putini kontroldan chiqarib olishi mumkin. Bizning bugungi xalqaro shartlar ostida ahvolimizning bekli xatarlik ekanligidan umidsizlanib ketmaslik kerak. Har qanday manzilga olib boradigan yo'l bo'lmay qolmaydi. Masala bizning yo'lni topa olishimizda. Yo'l tepish uchun qatr qilib izdan surib, hargizmi ichki tashqi shartlari hech o'xshamaydigan boshqa xalqlarning yo'llarini zo'riqib do'rimaslik kerak. Siyoset ustida davomli izlanadigan bir guruh odamlarimiz bo'lganda, izchil tadqiqot natijasida bunday bir yo'l tepilmay qolmaydi. Muhimi kichik peyillik bilan izlanish ro'yimiz bo'lish bo'lmasligida, o'rganish ro'yimizning bo'lish bo'lmasligida. Qarindoshlarga rahmat.